25-aprel buni tarqatyapti Chartuzda. Erta indin telefon qiladi, sizlarga muxbir yuklaringizga solib beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli aka opa singillar. Mana bugun 25-aprel. Mana shu Moskvadan kelgan yuklar mana tarqatilib yuk bo'ldi ham. Mana kimdan kim yuki bo'lsa, arzon narxlarda 2 kun pas yana bir reys bo'ra chiqadi. Sizlarga har doim aytaman, podrechkada bo'linglar, kelishilgan holda, ya'ni 80 rubl, 85 rubl faqat Moskvaning ichida bo'lsa 80 dan yuklaringizni olib keladi. Hozir degan bitta narsa bo'ldi, aybi qismatda shu ro'za kunlari, yaxshi kunlari arzon og'ani boshiga bola bo'ldi-da. Shuning uchun buyoqning podrechkalaringizlar yana haftasiga yuklar kelaveradi. Ko'ngilda hech qachon bo'lmangizlar. Shu nomerlarda faqat bitta WhatsApp ishlaydi. Telefon qilingizlar. Telefonga javob bermasa, голосовой tashlangizlar. Borib, bizga borib yuklaringizni olib keladi. Albatta kelishilgan holda. Chartuz, Qabadyon, Iskara, Bishkent deganda hamma yuklar kelyapti. Beshbek Sattorov sabr qilasizlar. Bugun mana 25-aprel buni tarqatyapti Chartuzda. Erta indin telefon qiladi, sizlarga muxbir yuklaringizga solib beradi. 2 kunda yana biri chiqadi. Siroshin telefon qilingizlar. Keyingi haftaga nasib bo'lsa yana sizlarimiz keladi. Bu qo'llar biz Moskvadan chiqqan yukni syomka qilmaymiz. Bilasizlar, hozir do'stdan dushman qo'yib boryapti. Shuning uchun faqat mana shu yerga keldimi, biz chiqaramiz, yuk keldi, olib ketingizlar. Yo'llaringiz omon bo'lsin. Hamisha shunday podrechkada bo'linglar.